Mana yangi buzoq tug'ilibdi. Tarozida necha kiloligini tekshirib olamiz. 64 kilo ekan. Keyin bunga o'xshagan bitta qog'oz olamiz va bunga yozamiz. Hozir sizlarga prova qilib ko'rsataman. Qanaqa bo'ladi? Germaniyada yangi tug'ilgan buzoqni parvarish jarayoni. Bu buzoqni bu yerga qo'yaman. Ichiga shu boks ichiga joylashtiramiz. Har doim bizda mana shunaqa pustoy bokslar bo'ladi tayyor. Yangi buzoq qo'yish uchun. Buzoqni boksga joylashtirib oldik. Endi bu yerga yozamiz. Bu yerga boks raqami 29. Bugungi sana 11:08 26 qilib qo'yamiz. 19:00 tug'ilgan vaqti. Bu yerda bu urg'ochi ekan. Demak, urg'ochilik belgisi qo'yiladi. Vazni 64 kilo bo'lsa, aravi 17 kilo, 47 kilo bo'ladi. Bu yerga birinchi tutib bergandan keyin bitishga qo'yamiz. Mana shu narsalar yoziladi. Bu yerga qulog'iga raqam qo'yganimizda mana shunga o'xshagan o'shani yozamiz raqamni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.